Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun bir ishimiz Andijon viloyati Sharg'on tumanida mangalimiz, ikkita qozonimiz, mo'risi bitta, ikkovini o'ziga oladi. Tandirimiz turetskiy, gaz plita zonamiz bo'ldi. Kafeli holatda bo'ldi. Xudo xolasa bir qator ko'rsatgan sinab beramiz inshaalloh. Bir qator sinab bersak, tortishlar hamma eng qiziq joyi ichi ponni podajda bo'lsa kamli bo'ladi, xudo xolasa. Xizmat qiladi, ishga javob beriladi inshaalloh. Alloh izni bilan albatta. Tortishlarni bir qator ko'rasizlar. Tortish ko'ryapti. To'ri burchak pilososga urish kerak. Bu yerda atrofi bekka bo'ladi. Bu yerda tutundagi narsa bo'lmashi kerak, xudo xolasa. 60 kamsina bersak, buni so'roq qilamiz. Ko'ryapti? Tutunni vozlatish kerak. O'rta yonish kerak. Yonishni olib qo'ysa, ashyo ahamiyatga ega. Qizarib yonish kerak o'choq. Qizarib yonmasa, u ishlamay turgan bo'ladi. Bu qator mangalimiz yonib. Tortishlar. Ko'ryaptimi? Tandirimiz. Xudo xolasa xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Bundan da go'zal holda qilib beramiz inshaalloh. Bu ham o'ta go'zal chiqdi. Xudo xolasa yaxshi kun ishlatsa biz xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.